Assalomu alaykum. Yana bir marta. Mana ko'rsatgan projemni showroom kvartirasiga keldik. Azizlar, mana kirishimiz. Shkafchiklar chiroyli jihozlangan. Avtomatlar qo'yilgan. Video zvonoklar bor. Xo'p. Kuxnya 4 ta bitoy texnika bilan qoladi. Hamma kvartiralarda mavjud. Pastda mo'yishli nimalari. Mebellar juda zo'r. Klimat kontrol hamma xonada bor. Detski. Azizlar, hamma xonadan огородga chiqish imkoniyati mavjud. Buni ham keyin ko'rsatib o'taman. Dizayniga baho beringlar, вообще ajoyib. Sanuzil. Shuni bir ko'rsatib o'tay. Qarang, qanaqa nima qilingan. Ko'p projelarga boraman, bu narsaga mesta ham yo'q, bu narsa ham yo'q, lekin bu qoladi. Hamma kvartiralarda bor. Xo'p, asosiy yotoqxonamiz. Bu yerda ham sentralniy nima deydi? Klimat kontrol bor. Bu yerda ham jihozlanishini ko'rib turibsizlarmi? Qanaqa manzara. Огородinglarga chiqasizlar, manzara juda ajoyib. Xohlasanglar shu shaklda topshirishadi, xohlasanglar o'zinglar dizaynni o'zgartiraverasizlar. O'zini shaxsiy sanuzili. Bo'nli yerdan isitish imkoniyati bor, azizlar. Endi hozir zamonda hamma uyda mavjud. Eng asosiy qismga keldik. Bu yerimiz zal. Ko'rib turganinglardan keng, ajoyib. Nima deydi, panorama deymi? Огородingiz ko'rinib turadi. Mazza, bolalar chiqib o'ynab yursa ham mana ko'rib o'tirasiz. Kengligini qarang. Chiqasiz. Liboy joyga bitta ovqatlanadigan stul qo'yib qo'yasiz. Bolalar veligi, xohlasanglar stol tennis bu tarafga, gul, pul, nima qilsanglar ham imkoniyat bor. Mana bu tarafga basseyn qilsanglar ham bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. To shu yoqqacha sizga tegishli bo'ladi. Nima qilaman desangiz, menimcha yetadi. Ikkita tovuq boqib qo'yaman, tabiiy tuxum yeyman desangiz, ikkita tovuqcha ham tashlab qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yerga chiqasiz. Shunday kechki payt yo dam olish kunlari bu yoqqa ketishni xohlamasangiz, farzandlar bilan yoki o'zingiz basketbol bilan tirs shug'ullanib, sport bilan ajoyib. Bu taraflarni ham ko'rib turibsizlar. Zelyonniy zona deganim sababi mana shu. Archalarni ko'rib turibsizlarmi? Qanaqa mazza kislorod kelyapti. Вообще dahshat. Pagodasi chotki. Uyimiz, kvartiramiz undan ham chotki, sita. Вообще zo'r.